boqishim kerak edi. Qutuldim-a, xudoga shukr. Ha, nima bo'ldi? Ustoz baho qo'ydi. Qo'ydimi? Qanday songa baho qo'yadi? Endi yo'li bor-da. Nima qilding? Ustozni mashinada uyga tashab qo'ydim. O'rtada bitta kofe ichib berdim. 5 qo'yib oldim. Ya, assalomu alaykum domlajon. Mansur, yaxshimisan? Domlajon, bugun o'zim uyingizga tashab qo'ymoqchiman mashinamda. Ya, Nasrinam yo'q, o'zim yetib olaman. Nasriniz yo'q bo'lsa, yo'lda anekdot sherper aytaman. Yuring domlajon, uyalmang. Mayli. Yuring. Ya, afandi ham bor-ku, bu yoqda stalba yo'q edi-ku deb shuni kesib tashabdi-da domlajon. Yemal yoqmayaptimi domla? Nasrina yo'q, Mansur. Yuring. Tandir yeysizmi yoki jizmi? Cho'poncha. Cho'poncha. Ha, domlam o'zimni Nasrinasiga. Maza qildik-a, qorincha to'ydim domlajon. Qorin to'ydi Mansur, lekin Nasrina yo'q-da. Yuring, Nasrini ko'taramiz. Yuring. Ustoz, futbolkachalardan olib beraymi? Havolar isib ketdi. Qimmat bo'lsa kerak-da Mansur. Ustoz, bu in-bozor, insofli bozor. 88 ming so'mdan futbolkalar. Ovora bo'lma, XL razmerim, ovora bo'lma. Ustoz, yozga yumshoq dvoykalardan olib beraymi? Mana bunaqa sportivkalardan. Ovora bo'lma Mansur. Aytdim-ki XL kiyaman deb. 244 deysan narxi. Buncha ko'p gapirasan. XL. Ustoz, ventilyatorchadan olib beraymi? 237 ming yozga mazada. Shart emas, ikkita kerak. Ana ustoz, kayfiyat qanday endi? Endi zo'r Mansur. Zo'rmi? Ustoz, endi ertaga o'qishga boraman. Zachotkaga 5 qo'yib berarsiz-a? Buni iloji yo'q-da Mansur. Nimaga? Aytdim-ku Nasrinam yo'q deb, pora bilan qo'lga tushdim, ishdan haydadilar meni. Qachon? Bugun O'rningizga kim bo'ldi? Jo'raqulov. Jo'raqulovning razmeri nechi? XL da. Kalkulyatsiya, XL ventilyatori ham yo'q edi menimcha. Xatib ish qolsa, Boya sizga ich kiyim olib berdim. Shuni yechib bering, boring. uni razmeri L. Yoqqanmi? Ha.